Mana endi hozirgi zamon hech nimani bekitib o'tirmaydi. Hamma yoq onlayn biznes, marketing, sityovoy marketing o'zi eng pul bor joy. Mendaqa kalta yeb o'tirish shart emas. Rostini, borini gapirsa o'zi hozirgi onalar bemalol tushunadi. Aytishsangiz bo'ldi. Faqat xohish ishtiyoq bo'lsa bo'ldi. Baribir qilib ketasiz. Undan keyin o'zi Instaga kirishga qattiqroq turishdi. Instaga kirdim. Insta davrida ham juda yaxshi ishladim. U paytda endi bunaqa sayohat qilish, narsa qilish degan narsalar O'zbekistonga yo'q edi. Orada Evan bilan ishladim. Evanni ham juda yaxshi ko'raman narsalarini. Keyin turmushga chiqqandan keyin o'zi hamma bizda o'sha paytda o'zi hozir unchalik emas, lekin o'sha paytda qizlar sepiga yig'ardi. Sovun yig'ardik, baribir bir 4 korobkacha narsa yiqqanman-da o'zimga. Ya'ni kerak emas